O'quvchilar o'tiraveringlar bir. Ha, o'tsin. Bo'lib alayda vaqt ajratib Şinjan Fuqaroviy doktorxonalar komitetining ma'mur mudiri, Şinjan Erlar kasalliklar jamiyatining doimiy hay'ati, Abdunum rayonlik 6-navbatlik 10 munavvar yoshning biri bo'lgan Şinjan Bo'g'ti doktorxonasining mas'uli yo'ldosh Erkin Hashimni alayda taklif qildik. Qizin sog' bilan qarshi oldi. Erkin Hashim maktabimizning munavvar o'quvchilaridan biri. Kuşanay 4-nji maktabda o'qigan. Bugun Erkin Hashim maktabimiz kelib, mushu to'liq o'tirdiki o'quvchilarni asos qilib, maktabimizdagi o'qituvchi va to'liq o'tirdiki o'quvchilarning qatnashishi bilan maxsus o'quvchilarniki o'rganish va kelgusi taraqqiyot haqida maxsus leksiya bermoqchi. Barliq o'quvchilar qizg'in javob bilan qatnamaydi. Aqdoltaqan savdoshlik ko'ranmay qolmanglar, bu yomonchilik emas. O'rtirib gap qilay. Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, suyimli savdoshlar. Yaqinqi bir necha yildan buyon men xizmat ehtiyoji bilan Abdunum rayonimizning ichki sirtidagi nurg'un so'rovlarda suhbatlarga qatnashdim, leksiyalar so'zildim. Ammo bugun alayda hayajonlanyapman, tamtirayapman. Chunki men mushu maktabni bitirib, mushu maktabdan hayot safarini boshlab, oliy maktabga ketgili nurg'un yillar bo'ldi. Mayli men Urumchi Dulay, Beijing Dulay, Shanghai Dulay, New York Dulay, Paris Dulay. Xuddi osmonda uchib atgan laglakninki bir jippi bog'langan o'ringa o'xshash, mening yiltizim har zaman mushu Kucha diyoriga, mushu maktabga bog'langan. Uningdan keyingi nurg'un yillarda Kuchaga chiqib keldim. Maktab oldidan chiqib o'tdim. Ammo mishaga kirishga jur'at qilmadim. Nimishki men uchun aytganda bu muqaddas bir joy. Men maktab bitagandan buyon birinchi qatim maktab darvozasidan mishaga kirishim. Shuning uchun men mushu bugungi qisqagina vaqtni nihoyatda qadrlayman. Mushundaq bir fursatni yaratib bergan do'stim, saboqdoshim Paratovlarga va maktab mas'ullariga va mushu faoliyatni uyushtirish uchun jafo chekkan o'qituvchi ustozlarga rahmat aytaman. Bo'libmi o'rtag'an saboqdoshlarga o'rganish qildigan vaqtni qurbon qilib mushu yerga kelib o'ltirib berganinglarga rahmat aytaman. O'rtag'an saboqdoshlar ichida biroz bir foydali gap anglab olamiz deb qiziqib kelgan saboqdoshlar bo'lishi mumkin. Kamay qolsak, ma'lum tanqidlarniki deb amal yo'q kelganlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun gapni qil sig'oyaga, suvni sap singoyaga. Sal turib gap qo'yish jarayonida paran qo'shaqsa, javob bilan madad berib qo'ysanglar. Qo'shaqmisa olib qo'ysanglar. Uzun gapni men qisqa qilsam. Mening bilishimcha, savoldoshlar oilda ota-onamizning, maktabda o'qituvchi ustozlarning va cho'nglarning nurg'un tarbiyasida cho'ng oldinglar. Tarbiyaning ba'zi gaplari qo'shaqidi, ba'zi gaplar quloq qo'shaqmaydi. Shuning uchun men bugun har qaysinglarga pand nasihat qilmoqchi emas. Men faqat o'zim besib o'tgan hayot yo'lini azroq aslash bilan billa saboqdoshlarga yordam tegib qolamiki degan bir qism ko'z qarashlarimni va ta'sirotlarimni saboqdoshlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Odam ömür o'tib bo'lgandan keyin o'tgan ömrni asliga vaqtda nurg'un ishlarni muvofiq qilmaganligini o'ylaydi. Agar mushu so'rinda o'ltagan cho'nglarni, o'qituvchi ustozlarni ularga agar qaytadan bola bo'lish, qaytadan o'quvchi bo'lish fursat yaratib berilsa, menimcha ular mushu saboqdoshlar ichida birinchi bo'lib o'qigan bo'lar edi.
Shuning uchun savodashlarningki yana 20 yil, 30 yil, 40 yil o'tgan vaqtda o'zining besib o'tgan hayotini eslagan vaqtda esit falonikin bu ishni bunda qilsam bo'pti-ku deb qolmasligi uchun biz besib o'tgan bir qism yo'llarni birlashtirib savodashlarga yordam tegib qolamiki deydigan bir qism ko'z qarashlarini savodashlarga deyishni muvofiq ko'rdim. Bugungi suhbatning temasi o'g'inish va istiqbol. Rahmat. Savoblar yaxshi ko'raman. Rahmat. Qo'lim qamashgan, tutib turasizlar beradi. Bek rahat o'tkaz, uzoq so'zlab ketim bo'lmaydi. Savdolar kichigimdan o'rganyapti. Cho'lam o'rganyapmiz. Menmi texi o'tgan yil 10-oyda oxirgi aspirantlikni bitkizib, kelar yil yoki uning neriqi yili yana bir o'qishga bog'layapman. Davomli o'qimoqchi. O'rganish insonning bir umriga hamroh bo'ladigan umrlik jarayon. Ammo men zamondoshlarim bilan suhbatlashgan vaqtimda nurg'un do'stlarningki o'rganishning o'zi haqida astoydil o'ylanib boqmaganligini his qildim. O'rganish haqida biz nimalar deyishamiz? Deyishdigan gap intayin jiq. Oldi bilan deyishdigan birinchi og'iz gap nima desa, biz nima qilganimiz? Ya'ni o'rganmasak ham bo'ladi. Bu savol bizning kuchada, bizning Şinjan'da, bizning Junguda o'tirib chiqsa hayron qoldim. Bunday bir savol bo'ldi. Bo'ladigan o'rganish kerak deb. G'arb dunyosida undaq emas ekan. G'arbning bolalari o'rganmasam bo'lamdi deb so'rashga jur'at qilgan. Agar u o'rganmasam bo'ladi degan xulosani chiqarib, o'z umriga o'zi mas'ul bo'la olsa, cho'nglar uning o'rganmasligiga ruxsat qilgan. Anda biz o'ylash baqaylik. O'rganishning kimga foydasi bor? O'rganmasak ham bo'ladi. Chunki haqiqatan jamiyatda bir qism kishilar o'rganmaymi ajoyib podshohda yashayapti. Bir qism kishilar baktak o'rganibmi unda yashamayapti. Shundan qaraganda o'rganmasak ham bo'ladi qandoq. Bu yerda biz oldi bilan o'rganishning kimga foydasi yo'q degan savolga javob beraylik. Shu vaqtda kimga foydasi borligini uquldi. Odamlarning qatlami har xil bo'ldi. Ba'zilar har xil o'rindan aytganda yuqori o'rinda yashaydi. Ba'zilar tövərək o'rinda yashaydi. Eng tövər o'rinda yashaydigan odam kim desa, meningcha Abdal Divani. Divanning turmush jamiyatdagi o'rni eng tövər. Divaniga bilim lozimmi emasmi? Meningcha lozim. So'ylab baqinglar. Biz et bayramlarda top beşiği, yüzümüzün et olganda top beşiği chiqamiz. Top beşiği chiqqandan keyin tuqqanlarimizning top beşiğini yo'qligi bo'lgan vaqtda yenimizga bir o'la paydo bo'ldi. Qiraat qildigan odamlar. Yaxshi odamlar bu. Qiraat qilib turdi. Shunlar ota-onamiz 50 qo'y, 100 qo'ylarni chiqarib, hajjida bu kishilarga berdi, keyiniga qarab mangadi. Yenib kelayotganda yo'l yoqisida haqqashqalloh deb o'ltirgan bir to'p bechoralarni ko'ramiz. Yenimizga tayyor qilib qo'ygan bir mo'ljallik pullarni ularga asta-asta taqsim qilib beramiz. Demak, bu divanning farqi. Divaniga kerakkan ko'chib turadigan odamga kerak emas. Uningdan boshqa odamlar kerak emas. Meningcha bilim hamma odamga kerak. O'rganish hamma odamga lozim. Amaliyotimiz hammani o'rgangan. Odamning o'rganmagan narsasi yo'q. Biz yo'l minishni o'rgangan, kiyim-kechak kiyishni o'rgangan, tomoq yeyishni o'rgangan, uxlashni o'rgangan, gap qilishni o'rgangan. Uyg'urning bolasini Mong'ol beqilasi, Mong'olcha qilib cho'ngildi u. Bizning o'rganmagan hech qanday narsamiz yo'q va davomli o'rganamiz. Har kuni o'rganamiz. Shuning uchun o'rganish masalasida hech qachon gumon yo'q. Saboqdoshlar cho'qim oldidan o'ziga men o'rganmasammi bo'lamdi degan savolni qo'yib, ondan uni inkor qilish kerak. Biz o'rganishimiz kerak. Bu o'rganish haqida saboqdoshlar hal qilish tegishli birinchi savol. Ikkinchi savol. Nima o'rganamiz? Ya'ni o'rganishdan maqsad nima? Biz o'rganib nega olmoqchi? Arxeolog chiqmoqchi bu. Nima qilmoqchi biz o'rganib? Nurg'un kishilarning qallasida bu savolning javobi mujmal. Ba'zilar deydi o'rganib qodir bo'lma. Ba'zilar deydi o'rganib pul topma. Ba'zilar undaq, ba'zilar bundaq. O'rganishdan maqsad zot nima? Amaliyotda o'rganishdan maqsad faqat bir. U bo'lsa-mu insonning yashash qobiliyatini ustun ko'tarish uchun. Raqobat kuchini ustun ko'tarish uchun. Odam butkul ekologik sistemimizdagi bir jonli bo'lish sifati bilan jonli hayvonotlarning nurg'un o'rtoqligiga. Ba'zi hayvonlar top
toplashib yashashni yaxshi ko'rdi, masalan, bo'ri. Bo'rilar top-top yashaydi. Ba'zilari ayrim yashashni yaxshi ko'rdi, masalan, yo'lbos, birdan yashaydi. Biz odam bo'riga o'xshash toplashib yashashga qamroq odam. Qaysi birini jangalga bir tashlab qo'ysa, unmaysizlar, adam boya turibdim mendan. Ammo bizning o'rtan yerimiz shuki, biz birga toplashib yashaymiz, qolishimiz bir-birimizdan. Sizlardan men yeyimsam bo'lmaydi. Sizlardan men yaxshi narsaga erishishim kerak, talishimiz. Raqobat etinorlik bir ish, ammo intayin baland ish. Raqobat bo'lganligi uchun odamzot yildan-yilga, avlodga oldiga minib ketyapti. Agar raqobat bo'lmagan bo'lsa, odam tugashgan bo'lar edi. Shuning uchun raqobat insoniyatni oldiga mang'uldigan eng yaxshi narsa. Buni qat'iy inkor qilish bo'lmaydi. Biz raqobatni e'tirof qilgan ekanmiz, har birimiz chuqur o'z raqobat kuchimizni ustun ko'tarishga tirishishimiz kerak. Olimpik darbaga yig'ini nima uchun butkul insoniyatning, butkul yer sharining shu qadar qo'llashiga erishdi? Muhim masala uningdagi odillik, uningdagi raqobat ruhi. Odamlar olimpik darbaga qatnashishar qilib, o'zining badan safosini va har xil qobiliyatini paydin-pay ustun ko'tardi. Amaliyotda butkul hayot bir qatimliq olimpik tarbiya yig'inidan iborat. Bizning raqobat kuchimiz balliq vaqtimizdan tortib ustun ko'tarilishi kerak. Shuning uchun o'rganishdan maqsad faqatli bir. U bo'lsa-mu, har bir odamning raqobat kuchini ustun ko'tarish uchun. Bu meningcha biz o'rganish haqida gapirgan vaqtimizda javob berishga tegishli ikkinchi muhim masala. Unda uchinchi muhim savol nima? Nimani o'rganamiz? Meningcha suv ichib olay, ya? Ruxsatmi ya? Chavaq gap qo'yaman da qo'ymay. Rahmat. Nimani o'rganamiz? Nimani? Meningcha o'rganish mazmunini aytgan vaqtda bunda bir necha masalani deyishib olish intayin muhim. Oldi bilan biz o'rganadigan narsa nima desa, sog'lomlik. Bu gapni qilsam ba'zilar kulib ketadi, sog'lomlikni o'rganib oldigan narsami o deb. O'rganib oldigan narsa. Olimlarning tadqiq qilishicha, odam safosining, badan va psixik safosining mutlaq ko'p qismi uzoq mazgillik muhit va o'zining tirishchanligidan kelgan. Shuning uchun biz hozirdan boshlab, savodashlar, chuqur sog'lom yashash usulini o'rganishimiz kerak. Sog'lomlikdagi birinchi muhim masala jismoniy sog'lomlik, badan sog'lomligi. Badan sog'lomligiga erishish uchun odam oldi bilan yaxshi uxlashi, magab o'quvchilarning gapiga qarshi, o'quvchilar uxlamaydi ish qilaman deydi. Yetarli uxlash kerak. Pokizlikka diqqat qilish kerak. Oziqlikka diqqat qilish kerak. Harakat yetarli bo'lishi kerak. Sirtda oftobni jiqroq ko'rish kerak. Bu intayin oddiydak olingan bilan uzoq mazgillik tirishchanlik ko'rsatgan vaqtda bir insonning, bir qavmning, bir millatning jismoniy safosi zo'r darajada ustun ko'tarildi. 100 yil avval oqtanliklarning o'ttirchi bo'yi 1 metr 71 santikil degandik. Men hozir 1 metr 71 santikilman. Oqtanliklarning o'ttirchi bo'yi. Ammo oqtanlik do'stlarimning orasiga bosam, biroz afsuslanib qaraman. Men gongdun qo'yish qamroq. Gongdun qo'ysam hammasini igizdirmanda bir bash obdan bo'ldi. Oqtanliklarning orasiga bosam, biroz ko'nglim yerim bo'lib qoldi. O'tgan qitim Amerikaga borgan vaqtimda kiyim olaman deb kiyim topolmay, bolalar do'kondan kiyim olib keldim. Amal yo'q. Oqtanliklarning badan safosi nima uchun shunday taraqqiy qilgan? Buning nurg'un sabablar bo'lishi mumkin. Ammo intayin muhim bir sabab menimcha ularning turmush usuli bilan munosabatlik. Oqtanliklar yemak-ichmak yegan vaqtda men lag'ma yedim, so'ma yedim deb armaydi. Ular men qanchalik vitamin yedim, qanchalik oqsil yedim, qanchalik kraxmal yedim, tomoqning tarkibi bo'yicha araydi. Oqtanliklarning asosiy yeydigan qolish. Harakatni yaxshi ko'rdim. Kayfiyatni obdan tutdim. Menimcha bu avloddan avlod irsiyat qilib, oqtanliklarning badan safosining shu qadar tez taraqqiy qilishiga ta'sir ko'rsatgan muhim omil. Bizningki Uyg'urlarning tamog'imiz intayin baland, bakmizlik. Men 10 kun yemasam baksayqa deyman. Ammo
bizning tamog'imizda ba'zi bir masalalar bor. Bizning tamog'imizda moy va kraxmal chiq. Bizning tamog'imizda oqsil bilan vitamin oz. Buni tanishish kerak. Azaldan boshlab. Undan boshqa manbaatni degan taraflarga diqqat qilish orqali bir ömürlük sağlamlık planı tüzüp amalda bana o'xshash doktorning oldiga bormaydigan amal qilish kerak. Sağlam bedende saqaqil. Ögündiğin ikkinchi sağlamlık ikkinchi muhim narsa ruhiy sağlamlık. Ba'zilarning psixik holati obdan bo'ldi. O o'zining kayfiyatini kontrol qilmaydigan, uning tafakkuri uchiqildi. Ba'zilar undaq bo'lmaydi. Tafakkur sağlamlığı, ruhiy sağlamlık. Bir adamning g'alba qilish qilmasligidagi, boshqalarning qarshi olishiga erishmasligidagi intayin muhim omil. Ammo bunda psixik sağlamlıkka o'xshashlar bir kun, 2 kun, yarim kunda erishgili bo'lmaydi. Odam uzoq mezgil tirishchanlik ko'z tutish orqali ondan noyitim sağlam bo'lgan bir xil psixik holatni yetildigili bo'ladi. Baribizlar bolalarni tarbiyalagan vaqtda bolalarga baturlik, hamkorlashish, başqalarga rahmat etish, kishilardan ranjimaslik, qatorliq nurg'un mazmunlarni o'rgatadigan. Bizning o'rgatimiz axloq darslarini, ammo meningcha bizning o'rgatganlarimiz orasida nurg'un amaliy ishilishchan mazmunlar ko'pchilik. Yashamoq har kimga oson emas. Odatdagi yoshirin psixikada nurg'un kishilar gunohni boshqalarga otib qo'yib, boshqalarni ayblashga omroq bo'ladi. Menda shunday ayb bor. Bu xil aybni biz tugutishimiz kerak. Hech kimga qazda emas. Biz cho'qim boshqalar yordam qilsa, rahmat aytadigan, yordam qilsa amalning boricha o'zimizga tayindigan bir xil ruhiy kayfiyatni yetildirishimiz kerak. Bundaq ruhiy kayfiyatning umumyuzlik yetilishiga bir inson uchun aytganda uzoq mezgil ketadi. Shuning uchun bu cho'qim bir o'rganish jarayoni. Bu sog'lomlikni o'rganish. Bu oddiy ish emas, uzun muddatlik turmush amaliyot jarayonida ondan o'rgangili bo'ladi. O'rganishdagi ikkinchi muhim narsa nima? Ikkinchi muhim narsa ijtimoiy aloqa qilish iqtidori. Odam ijtimoiylashgan maxluq. Ba'zilarning aloqa qilish qobiliyati kuchli bo'ladi. O mayli texnik ishilsin, boshqurish ishilsin, tijorat qilsin yoki boshqa qilsin, u obdan qolaydi. Jambaq keldi ba'zilar. Ba'zilar jambaq olmaydigan keldi. Shuning uchun biz kichik vaqtimizdan tortib kishilar bilan qanday aloqa qilishni o'rganishimiz kerak. Bu xil qobiliyatni uzoq mezgillik tiniqish jarayonida ondan yetiladigan bir xil qobiliyat. Bu ijtimoiy aloqa qilish qobiliyati. O'rganishga tegishli 3-chi muhim narsa nima? Degan vaqtda 3-chi muhim narsa bizning til qobiliyatimiz. Savodashlar adabiyot o'rganisizlar, xanzu tili o'rganisizlar, kelgusida oliy maktabga borsanglar, ingliz o'rganisizlar, imtihon bersizlar, mushu til o'xshaydi deb o'ylab qolishingiz mumkin. Amaliyotda til degan nima? Til degan odamlarning aloqa qilish quroli. Tilni yaxshi o'rgangan odam yaxshi dabdabalik gaplarni qila olishni hisob emas. U chuqur eng oddiy usul orqali o'zining maqsadini boshqalarga uqtira oladigan bo'lish kerak. Va o'xshashlik eng qisqa vaqtda boshqalarning qo'zg'olishini uqa oladigan bo'lish kerak. Mayli u sharat qilamdi, gap qilamdi, qanday qiladi bir amal qilib, kishilar bilan yaxshi fikr almashtira olish bu odamning til qobiliyati bo'lib hisoblanadi. Biz Beijingda o'qigan vaqtda turkiyalik bir savodishimiz bor, xanzuchini chala so'zlaydigan. Bir atirni olib keldi-da bu. Nidakay tajulay. Xo'p. Bu demak yo'g'ini, ma atirni og'zini ochsang, mizlik puroq keladi degini. Tushunsangiz bo'ldi shu gapni. Shuning uchun til ishiltish jarayonida ondan ahamiyat topa oladigan narsa. Biz Uyg'ur bolalar uchun aytgan vaqtda birinchi bo'lib biz cho'qim o'z ona tilimizni yaxshi o'rganishimiz kerak. Shuning bilan bir vaqtda davlat tili bo'lgan xanzu tilini mukammal o'rganishimiz kerak. Uning sirtida xalqarolik aloqa qilish quroli bo'lgan ingliz tilini o'rganishimiz kerak. Bizning oldimizdagi jarayon intayin jiq. Til o'rganish odam uchun aytganda yosh Qur'on bilan bo'lgan munosabati intayin zid bo'lgan bir xil o'rganish jarayoni. Bir bola 4 yosh vaqtida yaslik kirsa,
5 yosh kirgan vaqtda Xanzularning yaslisiga kirsa, Xanzu tilini asosiy jihatdan mukammal so'zlaydigan bo'lib chiqdi 1 yilda. Ammo biz bolalarimizni 3-sinfdan tortib Xanzucha o'qitib tursak, oliy maktabdagi vaqtda obdan so'zlaymaydigan bolalar chiqdi. Bu yerdagi intayin muhim bir sabab qaysi yosh quramda o'rganganlik bilan munosabatli. Qancha yosh bo'lsa, tilni shuncha oson o'rgangani bo'ldi. Shuning uchun biz hozirdan boshlab til o'rganishga qarta alohida zo'r ishtiyoq bilan kirishimiz lozim. Amaliyotda til o'rganish unchalik qo'rqinchli narsa emas. Savrdoshlar til huzurlarida ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Xinjiang tibbiy universitetidagi 2 o'quvchi Qashqardan Uyg'ur tilida o'qib, oliy maktabga berib, Xanzucha o'rgangan. İngiliz o'rgangan, fransuz o'rgangan. O'rgangandimi mukammal o'rgangan. Boshqalar ustoz bo'larlik. Albatta bu alohida misol. Ammo odatli odamlar uchun vaqtmi 1-2 yil ichida bo'libmi har qaysi odam yosh bolalarga nisbatan aytganda bir tilni egallash u qirg'ili bo'lmaydigan ish emas. Masala bizning doim ishlatishimizda, ko'ngil bilishimizda, yuzimizning qiliroq bo'lishida. Til o'rganishda boshqa hech qanday amal yo'q. Ishiltish. Ishlatgan vaqtingizni gapni obdan qila olmaysiz. Chalg'ib qo'ygandan keyin qilinlik lozim. Qilin bo'lmasa uni ishlatgan olmaydi. Shuning uchun savolashlarningki hozirdan boshlab til o'rganish ijtimoiy aloqa qilish doirasida ozroq qilinlikni o'rganib qo'yishini, qobiliyat yetildirishini umid qilaman. O'rganish jarayoni ta'kidlaydigan 4-muhim fikrim nima degan vaqtda har bir odamning ma'lum sohada o'ziga tushliq ortiqchiligi bo'ldi. Tug'ma qobiliyati bo'ldi. Bu xil qobiliyatni biz başdan boshlab yetildirishimiz kerak. Ba'zi savoldoshlarning resim chizishga ip bo'lishi mumkin. U resim chizishga ko'proq kuch chiqarsin. Ba'zilar naqsh etishga ip bo'lishi mumkin. U naqshni jiqroq etsin. Ba'zilar kuchtungur bo'lishi mumkin. U boshqa jismoniy harakatlar o'rgansin. Bu mening ko'pchilikka beradigan 4-muhim taklifim. G'arblar yosh bolalar orasida alohida qobiliyati borlarga alohida muomala qildi ekan. Bizning ma'rifatimizda bunday imkoniyat yo'q. Ammo savoldoshlarning mushundaq aloyiligi bo'lib qolsa, o'yin o'ynagan, boshqa qilgan vaqtlardan foydalanib, mushu tarafdagi ortiqchiliklarni ko'proq joriy qildirishini umid qilaman. Kim bildi, shu sohada kelgusida alohida odamlar bo'lib yetib chiqqili bo'lamdi yo'q. Ammo o'rganishdiki, bo'libmi har qaysilar nisbatan o'ttir maktab o'quvchilariga nisbatan aytganda hammadan muhim narsa nima desa, maktabda o'tilayotgan har bir fanni obdan o'rganib 100 numaralash. Chunki o'rganishning yuqori pallasi oliy maktabda bo'ldi. Oliy maktabga o'tishdiki birdan-bir o'lcham. Garchi odil emas, garchi rahimsiz, garchi qamlashmagan bo'lsa-mu, intabun numri. Men Kuchoningki yoqi degan yezisi cho'ng'ogan. 7-sinf chiqqan tug'uqsizning 2-yilligi chiqqanda mushu 4-o'tirga o'tkilib kelib 4-yil o'tirib qurilgan vaqtda mishiyada o'qigan. 8-sinf chiqqacha hamma bandin, hamma intamida 100 olatdim. Albatta, o vaqtdagi ma'lumlarning ko'ngli yaxshi. Bundaq yaxshi numurlarni qo'yib qo'yish mumkin, To'liq o'tirib chiqqandan keyinmi ba'zi numurlarni sal tavarak olib qolsaqmi, uningki bak tuban emasdi. Demak, intam numurimi biz uchun aytganda intay muhim. Ya'ni bir egiz binoni silish uchun uning eng muhim narsasi uning g'uli. G'ul puxta bo'lsa, egiz binoni sog'ligi bo'ladi. Hozir savoldoshlarning o'rganayotganinglar hayotdagi barliq bilim qurilmasining g'ulidan iborat. Shuning uchun hozir o'rganayotgan narsalarning hammasini amalda astoydil, yaxshi bilan o'rganish kerak. Men ma'rif emas. Ammo bunda bir-ikki kalima ma'rif qonuniyatini bilmayman. Men ma'rifning bolasi. Mening dadam mush maktabning qurg'uchi odam. Men kichik vaqtda dadam menga bundaq bir ma'rif qonuniyatini deb bergan. 7ga 1ni qo'shsa 8dan cho'ng bo'ldi. Bu nima degan gapga? Degan vaqtda siz 7 soat o'rganib, 1 soat dam olsangiz, 8 soat o'rganganga qaraganda omdaroq unumga erisha olasiz degan gap. Albatta, men buni deyish orqali savoldoshlarni jiqroq o'ynang demoqchi emas. Mening bu yerda demoqchi bo'lganim o'rganish jarayoni, jafoliq jarayon.
Ammo o'ginishning eng oxirgi natijasi sizning qanchalik qontar oqqizganligingiz tarafidan emas, sizning nimalarni egallaganligingiz tarafidan belgilandi. Shuning uchun biz abjil o'ginishni, puxta o'ginishni, muhim qurilmalarni shakllantirishni bilishimiz kerak. Bu mening savodoshlarimning o'ginishiga berilgan konkret takliflarimning birisi. Konkret takliflarimning ikkinchisi nima? Degan vaqtda konkret takliflarimning ikkinchisi men o'zim yakunlagan bir xulosa. Men nurg'un ustozlar bilan paranglashib baqdim. Nurg'un ustozlar mushu yaxshi o'qigan bolalarni yaxshi ko'rdi. Shunda men yaxshi ko'rim, yaxshi o'qigan natijasi obdan bolalarni. Nima uchun yaxshi o'qiydi bular? Bular nima yaxshi o'qiydi ekan? Boshqalar nima yaxshi o'qimaydi ekan? Desa, bular o'rganishga qiziqadi. O'rganishga qiziqqanligi uchun uning o'rganish natijasi yaxshi. Ammo men tadqiq qildim. Men ta'tirmikin deb o'ylayman. Ya'ni o'rganishga qiziqqanligi uchun natijasi yaxshi emas. Natijasi yaxshi bo'lsa, o'rganishga qiziqadi. Men birinchi sinfga kirgan vaqtimda gap chiqarganni tushunishim yaxshi ekan meni, ha? Men birinchi sinfga kirgan vaqtimda o'qituvchim meni banjan qilib qo'ygan. O vaqtda o'qimaymiz-ku kim yaxshi, kim nachar. Shuningla meni oyoqqa tortib, "Sen masnatda banjan yaxshi o'rganmasang bo'lmaydi, jimo" deb qo'ligimni menda purab qo'yganda. Shuningdek men banjan o'qiganga obda o'rganay deb obda o'rganib qo'ydim. Obda o'rgangan hammadan maqtaydi-ku, "Voy, ma degan yaxshi bola" deb. Uni har akkini o'rganish qilayotganda shu maqtashlar qo'lg'imga kirdi-da, "Va, o'rganmasam bo'lmaydi. Maqtimiz qanday bo'ladi?" Maqtash qamroq emas, bir odam yo'q. Cho'ng odammi shunda, kichik bolami shunda, arqasingizda yosh bolalarga o'xshash hammada. Shuning uchun odam o'rganish natijasi yaxshi bo'lgan vaqtda tabiiy holda bir madadga erishadi. Bu madad bu odamning qiziqib o'rganishidagi intayin muhim harakatlantirgich kuch. O'rganish jarayoni agar siz uningga qiziqsiniz, u jafoliq bo'lmay bir rohatlik jarayon. Shuning uchun qiziqadigan o'quvchi bilan qiziqmaydigan o'quvchining oralig'ida ozroqlarlik bor. Qiziqmaydigan o'quvchi qanday o'ylaydi desa, "Voy xudoyim, mush jafoliq ishni umr qilib, mushni o'tab ketamdi qanday deb o'ylaydi." Amniyat unda emas. Agar siz bir hafta, ikki hafta yoki bir ikki oy ishingizni ishlabsizni oldiga uytib olsangiz, ma'lumingiz sizni tabiiy maqtab qo'ydi. "Voy, jiqilgirildi" ma'odam. Shuning bilan o'rganishga qiziqib ketsizda, u jafoliq bilinmay, rohat bilinadigan bo'ldi. Meningki bu o'qish jarayonida, boshlang'ich o'rta maktab jarayonidagi o'qish jarayonida yakunlagan muhim bir xulosa. Shuni savodoshlaringki, mushuk xulosamdan yaxshi o'ylanib, hammalarning o'rganishga qiziqadigan a'lochi bilan o'qib ketishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. Yana bir so'z bo'lay fursatda. O'rganish men bayatında o'tganda tadqiq qilsak tugamaydigan noiti mo'l mazmunga ega muhim bir jarayon. Yuqorida deganlarimning ko'pinchisi sinfda, maktabda qanday o'rganish. Endi aramizda anglasam bir qism savodoshlar yaqinda to'liq o'tirni bitirdi ekanlar. To'liq o'tirni bitkazgandan keyin ko'p sondagi omdan o'quvchilar oliy maktabga borganlar. Yana bir qism obdan bo'lsa-mo imtihonni obdan berilmay, to'van numra qolgan savodoshlar qayta o'qishinglar mumkin va yoki bir qism savodoshlar turli sabablar tufaylidan jamiyatga yuzlanishing mumkin. Baldiroq jamiyatga qitilib, jamiyatning bir a'zosi bo'lishi mumkin. Shuning uchun men istiqbol haqida bir necha eg'iz parang qilishni muvofiq ko'ryapman. Men kichik vaqtimdan tortib har zaman ma'lum bir g'oyaning kaynidan erishib mangan. Ta bugungacha. Men toki to'liqsizni bitkazgacha o'zimning Pushkinga o'xshash mashhur xalqaro shoiri bo'la olishimdan gumon qilgan emas. Men shu vaqtlarda dohiylarni madilab, sinfiy dushmanlarni tillab, qo'shoqlarni yozib qo'yatdim. Mollarim bilan maqtab qo'yatdi, shoir bo'ldi bu cho'ng o'sa deb.
Shuning bilan men shoir bo'lishimdan hech qachon gumon qilgan emas. Shoir bo'lish uchun men barliq jon jahlim bilan o'rgatgan. Keyin to'liq o'tirib chiqqandan keyin matematikada biroz yaxshi numara olganligim uchun muallimlarim meni matematikada qobiliyati bor deb qarasa, men xologundek matematika olim bo'laman deb o'zimga ishongan edim. Ammo oliy maktab imtihon berdigan vaqtda amalning yo'qidan, cho'nglarning majburlashi bilan doktorlikni tanlashga majburlab qoldim. Ammo doktorlikni tanlashga intayin muhim bir sababni men bugun misha deb etmasam bo'lmaydi. Buni nurg'uya tapaqmagan boshqalar o'qimaydigan bilaman, ha? Biz vaqtda bir necha g'oylik o'quvchi surish qilib baqsak, bu matematikada Nobel mukofoti yo'q ekan. Bu tibbiy fanlarda bor ekanda. Shuning bilan men bu matematikani tanlasam Nobel mukofoti olamayman ekan. Tibbiy tanlasam Nobel mukofoti deb qolsam ajab emas, deb doktorlikni tanlagan. Albatta, oliy maktabga berib rasmiy kasb o'rganishga boshlagandan keyin mening ulug' g'oyam bilan rahimsiz ziriyonlik o'ttirsidagi bu intayin uzoq orliq meni noytim afsuslarni satib oldi. Afsuslantirdi. Bak o'shda mujda ishqa qilib qoldi, satib oldi. Men to'liq afsuslantirdi. Chunki men o'zimninki Nobel mukofotini ololmaydiganligimni, mashhur odamim bo'lolmaydiganligimni, normal bir doktor bo'lganligimni o'qib qoldim. Albatta, doktor bo'lish to'liq xosiyatli bir ish. Men va mening nurg'un sabdoshlarim bugungi kunda doktorlik qilib insoniyatning sog'lomlik ishlari uchun to'p qo'shyapmiz va bu to'pimizdan faxrlanyapmiz. Ammo shu vaqtga men o'chi aytganda tasavvur qilib qo'yinglar. Pushkin bo'laman, Xologin bo'laman, Nobel mukofoti olaman deb turgan bir yosh uchun aytgan vaqtda bu menga bergan to'liq ig'ir zarba bo'ldi. Men oliy maktabning o'ttir mazgillarida ümidsizlangan, yaxshi o'rganmay baqqan, nachar o'quvchi qatoriga kirib baqqan. Ammo ma'lum mazgillik jafolik o'yinishdan keyin men g'oyi bilan reallikning orligidan bir yo'lni tanlab oldim. Ya'ni reallikdan sal ustunroq, g'oyamdan sal tuvarak murassa qildim g'oyam bilan reallik o'tirsam. Bu nima desa, o'z kasbim bilan iglik yoritishni birlashtirish. Men o'ttir maktabning 3-4, oliy maktabning 3-4 yilida o'qiyotgan mazgillarda kunlarning birida o'z oldimga ish qilishning imkoniyati bor yoki yo'qligi haqida o'ylangan edim. Mening savodoshlarim menga tashqi kasal, yurak ichki kasal sohasida mutaxassis bo'lishni umid qilib tirishayotgan vaqtlarda men kichikroq biror bilimni tanlashni umid qilgan edim. Masalan, ko'z bilim, teri bilim, aytavur kichikroq bir bilim. Nimishqa deganda yurakni bir kichik qo'yda operatsiya qilolmaydi. Kichikroq bir kasbni tanlasam, ishdan birini etib o'rindiqdan birini qo'yib o'tirib doktor bo'lib olsam, o'z oldimga ish qilsam nima degan yaxshi deb o'ylagan edim. Ana shunday kunlarning birida men erlar kasalliklari deb ataladigan shunday bir yangi kasbga uchrashib, shu kasbga alohida ishtiyoq bog'lab, oliy maktabni bitkazgan vaqtda, normal sabdoshlarimga qaragan vaqtda o'zimni mushu sohada biroz yetilgan odam deb qaradim. Maktab bitgandan keyin g'oyamning aksincha Optimum rayonlik xalq doktorxonasiga taqsim bo'lgan bo'lsam-mu, doktorxona mening o'z ixtiyorim bo'yicha taqsim qilmay, rentgen bo'limiga taqsim qilib qo'ydi. Rentgen bo'lim bilim. Mening nurg'un sabdoshlarim uchun ishlayapti, men ulardan faxrlanaman. Ammo mening g'oyam allaqachon bekitilgan edi. Men bormoqchi bo'lgan tog' cho'qqisi allaqachon bekitilgan. Men boshqa yoqqa ketsam bo'lmaydi. Amalning yo'qidan men xizmatimdan istiqo berib, o'zim xizmat izlashga qarab yuzlandim. 91-yil bu oson uchirmaydigan bir harakat edi. Mening mayli ota-onam, urug' tuqqanlarim, sabdoshlarim birmi odam meni qo'llamadi. Bo'libmi ularni afsuslandirgan yerim nima desa, men ezib-tezib optimum rayonlik pilonlik tug'ut texnik o'rniga yag berib oldim. Bu ularni to'liq g'azablantirdi. Ammo men o'zimga allaqachon bir hayot yo'lini tanlab bo'lgan edim. Men bundaq bir hikoya orqali nima demoqchi degan vaqtda odam bir butun hayoti boshlangan mazgilda o'z
hayoti to'g'risida tafsiliy o'ylanish kerak. Baxt degan nima? Utuq degan nima? Bularning hammasi mutlaq hukm emas. Ba'zi davlatning podshohlari bor. Bir davlat komlik qilib, yana bir davlatning besivasam deb hujum qilib yuradigan, masalan, Saddam afandim. O'zining davlati yetishmay, Kuvaytning besivalama deb beshib chiqdi. Ba'zi dehqonlar bor, o'tinchilar bor. O'tinni besvelib, naqshni obda etib, baxtli yashaydigan. Shuning uchun baxt va utuq, rohat va hayotning g'albasi degan hech qachon, allaqachon bekitib qo'ygan bir hukm emas. Bu faqat har bir odamning ichki dunyosidagi ta'sirotdan iborat. Baxt va utuq qandaq narsa degan vaqtda odamning o'zi umid qilgan bir ishdan yuqoriroq narsaga erisha olasiz. Siz baxtli bo'lgan bo'lasiz. Siz xush bo'lgan bo'lasiz, siz utgan bo'lasiz. Siz oqshomlik bir nam bo'lgan bo'lsa, nima degan xushib ketdim deb o'ylab o'tdingiz. Ikki nam keldi oldingizga. Qattiq baxtli bo'lib ketsiz. Otqanlıstak oltin tep balsam bular edi deb umid qilotdingiz. Munchilik kerak oltin tep baldingiz, siz xafa bo'lasiz. Yo'g'ini tep balsam bo'ladi menda. Shuning uchun butkul hayot odamning orzusi bilan shu orzuning ish jarayonidagi takror tampunglashish jarayonidan iborat. Shuning uchun biz yoshlarga ko'p qitim hayotni loyihalash degan bir hukmni o'ttirib qo'ydik. Har bir yosh, har bir odam chuqum o'z hayotini to'xtovsiz loyihalab minish kerak. Dunyo intoyin nurg'un, eniqsiz omillar bilan to'lgan. Nima shu hech qasimiz bilmaymiz. Bunda ahvolosida qanday qilib hayotni loyihalagili bo'ldi? Amaliyotda bo'ladi. Hayot odamning shaxsiy qobiliyati bilan shu qobiliyatga mos keladigan fursatning uchrash-uchramasligi bilan munosabatlik. Fursat odam hayotida takror uchrab turdi. Ammo uni tuta oladiganlar uncha ko'p emas. Masalan, mening buni suyim oltin. Oltin ma'lum, shunchalik oltin. Men bu oltinni otmoqchi, bir yoqqa qartib. Agar moyak qartib olsam, moyaklar amal yo'qlar, qancha qobiliyatinglar olsin tuta olmaysizlar buni. Moyak qartib olsam, tikratishlardan umid yo'q. Ammo men mushaq qartib shundoq otgan vaqtimda, ash doktor, ash oltinni etib qolamiki, etib qas o'rnimdan g'achit qilib sakrab tutib olay deb o'ylayotgan odam tutib oldim. Uxlab o'ltirganning beshiqdigas besh yerni ketdi. Baxt uning uchun aytganda baxtsizlik bo'lib hisoblandim. Shuning uchun fursat har zaman tayyorligi bor odamlarni yaxshi ko'rdim. Men 97-yil ambulatoriya ochmoqchi bo'lyapman deb eng yaqin sabdishimga telefon qilgan vaqtimda u meni eng yomon gaplar bilan haqoratladi. Sana 15 yil bo'ldi, ochiman da'vat qilay. Sen ochmaysa bo'ldi, uxlab qolam dekirim. Demak, mening bu poni xili uzoq otganligimni tushuntirdi. Ya'ni mening xili uzun davrlar tayyorlik qilganligimni tushuntirdi. Nurg'un kishilar Bo'g'diga omad keldi, Erkin doktorga omad keldi, vaqtida qilgan. Deydi shundoq, vaqtida qilgan. Ammo shu vaqtni qilish uchun men 10 yil, 15 yil tayyorlik qilgan. Bundan keyin fursatlar bormi? Bor. Hozir yer shari kenti deydi. Dichuchun. Siz yer sharining qandoq bir bujigida bo'ling. Butkul yer shariga ta'sir ko'rsatyapsiz. Men Amerikaga bordim. Microsoft degan shirkatga bordim. Hayron qoldim. Men cho'ng'olgan yoqchiligim yo'q-ku. Qata ketgan o'rmon daraxt, o'rmonning ortiga silingan bir ikki qavat bino, tuzuk odammi yo'q. Shu bizning mushunga o'xshaydigan mushunga o'xshaydigan tarak, o'xshash narsa bor-ku. Odamlarning bizdek bir beshi bor-ku, ikki beshi yo'q-ku. Shu Microsoft insoniyatning taqdirini o'zgartdi. Bill Gates degan adash mashinasini haydab shu yerda yuradigan o'zi mayqachilab. O'xshash odam. Oramizdan Bill Gates chiqdi. Yer shari kentining shakllanishi, odamzotning yuksak darajada ijtimoiylashishi, bizga o'xshash oqida qolgan bechora qaloq qavmlar uchun aytganda
intayin ig'ir tahdid. Chunki haqlar ayrıpla yasavadı. Bizning oramizdan birasini chiqib, meningcha oruv yasamaysizlar deb men bilaman. Bunda deyishimda Amerikalikning bolalari oruv emas, mashinani chugib qurashtira olmaydi ekan, o'tirib maktab bolalari. Men ko'zim bilan ko'rdim. Oruvni meningcha qolgancha yasaydi ular. Demak, biz o'g'anmasak bo'lmaydi. Biz xuddi o'tirish kerak sigallarga o'xshash. Egiz binolar oralig'ida tamtilab yurishimiz mumkin. Davrning shundoq keyinda qolgan bir kunlar bo'ladiki, bizning avlodlarimiz, navrlarimiz, chavrlarimiz yig'lab yurishi mumkin. Ammo yer shari kentining shakllanishi biz uchun aytganda tepulg'isiz fursat. Men Changjiang Shangshuyan degan yerda o'qidim. U maktabning Shangbin deydigan bir professor bor. Bu professorning mashhur bir egizgiti bor. Biz yer oy sharida turib, yer shariga qarashimiz kerak deydigan. Men burun sannalik desa yoqiliq deydim. Men Quchoq shahar kelgan vaqtda bizning nurg'un saboqdoshlarimiz, paratakanlar meni saraliq deb yaratmaydi. Men yoqiliq deydim. Men keyin Quchoqliq deydigan bo'ldim. Yeni keyin Xinjianglik deydigan bo'ldim. Yeni keyin Jungulik deydigan bo'ldim. Xalqaro nurg'un odamlar uchrashlar. Naliksan biz yer sharlik men deydi. Yer sharning hamma yeri uning uyi. Nega vasf bo'ldi? Professor Chambingning bo'yicha aytgan vaqtda dunyodagi barliq mablag' mening. Barliq ishlatgan bo'lgan narsalarning hammasi mening. Bugungi kunda buni ish qashug'ini biladi. Bo'ladi. Shuning uchun Microsoft bizning bo'lish mumkin. Boeing shirkati bizning bo'lish mumkin. Shunda imkoniyat bormi? Bor. Gap har qaysimizda. Bizning qobiliyat yetishtirishimizda. Biz hozirdan boshlab meni shunda rahimsiz bo'lgan kuchli raqobatga qatnashishga tayyorlanishimiz kerak. Rahmat. Ben bayatin bir qism saboqdoshlarning baxtli holda oliy maktab imtihonini o'tib oliy maktabga mangdiganligini, yana bir o'g'lonning yig'lab turib jamiyatga chiqadiganligini dedim. Oliy maktabga ketganlar chuqur utuq qazanib, o'tamaganlar utuqsiz qolarmi? Unda emas. O'rganish mangu to'xtab qolmaydigan jarayon. Tayvanningki bir korxona tarbiyalaguvchisi bor, Yushveyda. Bu odam hozir doktor asharkan. Ammo bu odam butkul o'qish jarayonini tasvirlagan vaqtda men malasumchilar o'qidim deydi. Malasumchilar. O'tirmaydan o'qib ishlabdi, puli yo'q ekan. Yana azroq o'qib, yana ishlabdi, yana azroq o'qib, yana ishlabdi. Hozirgacha o'qiyapti. Men o'qiyapman deyapti. Shuning uchun o'tirmaydan bitirib bir satrash qilib qolishning o'zi hayotingizning oxirlashganligidan darak bermaydi. Siz satrashlikni 2 yil qilib pul topib yana olmayda berib o'qisangiz bo'ldi. Bugungi kunda o'rganish fursatlari intayin nurg'un. Bir qism saboqdoshlar deydi. Men pul tepib obda yashasam bo'lmamdi. Falon akam ismini yozolmaydi. Quchoq eng cho'ng boy. Shuning uchun o'qishning qaraganda jiq foydasi yo'q o'xshaydi. Piston akam o'qib kelgan, hozirgacha ashtoq yuriydan velosipedni minib, o'qiganning foydasi yo'q o'xshaydi. Shunda. Doktorlikni o'qigan odamning hammasining qobiliyat bo'lishini atayin. O'qimaganning hammasining qobiliyatsiz bo'lishini atayin. Sabab neda? Sabab men bayatin hammaning beshi degan bir yig'iz gapda. Av qalqanmaydigan doktor asharlar o'qishning nima uchun ekanligini o'qimagan u. O'rganish uchun o'rgangan. Boshqalar ko'z qo'yish uchun o'rgangan, diplomni tomog'i chaplab qo'yish uchun o'rgangan. Av tazobdan o'qiyamizim jamiyatga chiqib cho'ng ish qilganlar-ku, jamiyatda o'zida o'qigan. Shu o'qish, nima uchun o'qishmaydi u? Maktabda bo'lmaydi o'rganish degan. Hammani yerda bo'ldi. Shuning uchun insonning o'rganishdan maqsadining o'zining tirikchilik qobiliyatini ustun ko'tarish ekanligini biz har zamon yodimizdan chiqarmasligimiz kerak. Romanlardagi razvedchik Olmos degan odamningki shu romanda mundaq bir narsa menga to'liq ta'sir qilgan. Olmos bak bilimlik odam deb qaralgan bo'lsa-mu, uning bir do'sti Olmosning yer sharining dumloq ekanligini bilmaydiganligini his qilib qopti. Zangli qildi. Siz shuncha bilimlik turib yer sharining dumloq ekanligini bilmaydi ekansizda. Olmos nima debdi? Efendim,
Yarışlar meyli dumulaq olsun, yoki to'tjas olsun, jinoyatchilar o'xshash jinoyat o'tkazdi deb javob berdi. Shuning uchun biz chuqum o'zimizga kerakli narsalarni o'rganishni bilishimiz kerak. Bugungi dunyo bilim portlab ketgan dunyo. Har kuni har xil, har yangi bilimlar chiqib turibdi. Ba'zi bilimlar ba'zilar uchun aytganda guhar bo'lsa-mu, yana birovlar uchun aytganda axlat bo'lishi mumkin. Masalan, men uchun aytganda traktorni qanday remont qilish axlat. Mana foydasi bor uningga. Dehqon uchun aytgan vaqt kasalni qanday davolash axlat. Uning nim foydasi bor uningga. Shuning uchun biz hammamiz o'zimizga lozim bo'lgan narsalarni o'rganishimiz kerak. Mening mayat davatqinim jamiyat yuzlangandan keyin o'tir maktabda emas. O'tir maktab ma'lum etgan darsni hammani o'rganmasang diplom bermaycha taq chiqadi. Xo'shaqsizmi o'rganish kerak, xo'shaqmismi o'rganish kerak, amali yo'q uningga. Jamiyat yuzlangandan keyin biz davomli o'rganamiz. Biz chuqur o'zimizga kerakli narsalarni egallashimiz kerak. Sistemlashtirishimiz kerak va uni amaliy ishlatishimiz kerak. Nam tegmaydigan narsa nima bo'lsa o'rganmasligimiz kerak. Nimaga foydasi bor uningga? Jamiyatga yuzlangandan keyingi o'rganishning eng cho'ng halqasi nima? Eng cho'ng halqasi meningcha ikki narsa. Birinchisi jamiyatni tonish. Men intayin cho'ng takabburlik bilan Abnumroyli xalq doktorxonasidagi xizmatimni tashlab etib chiqatgandan keyin o'zim uchun to'limi sharafli bo'lgan diplomlarimni qo'ltig'imga qisib eski velosipetimni minib Urumchida hamma doktorxonaga borib o'zimni tunishtirdim. Birmi doktorxona yaratmadi meni. Men bekorga doktorlik berib olmayman, ammo hashqa amaliy yo'qonga. Men to'limi g'azablandim. Ümidsizlandim. Jamiyat nima degan qara? Nima degan adolatsiz? Mushundaq yaxshi o'qisam meni hech kim olmasa qanday qilib ketdi bu jamiyatda. Ammo keyingi vaqtda men gunohning jamiyatda emas, o'zimda ekanligini qisqa vaqt o'qib qoldim. Men shuni his qildimki, jamiyat u cho'ng bir kompyuterga o'xshaydi. Uningga qaytilish uchun bizni bir ulanish nuqtasi bo'lish kerak. Xalqan bir narsani kompyuter tasqan tushmaydi. Endi yupan degan bir nima shuni tasqan tushidi. Kompyuterning nurg'un o'xshamagan teshiklar bor. O'xshamagan teshikka o'xshamagan narsani selish kerak. Boshqa narsani tushmaydi bunga. Har birimizning chuqum jamiyatga ulindigan bir yerimiz bo'lishi kerak. Biz yug'urishimiz kerak. Biz bilishimiz kerak. Hammamiz adolatni yoqlaymiz. Ammo mayli qanday bir jamiyat kelishidan qat'iy nazar, adolat u nisbiy narsa. Hech qachon cheksiz mutlaq adolat mavjud emas. Shuning uchun biz chuqum jamiyatning o'ylanish qonuniyatini tushunishimiz kerak. Uningga moslashishimiz kerak. Butkul hayotning o'ylanish qonuniyati shuki, moslashganlar yashaydi. Moslashmaganlar tugaydi. Bu yerdagi gap kuchlar yashaydi emas. Moslashganlar. Darwin nazariyasidagi intayin muhim hukm shunsin. No'chilar emas. Yo'lmas intayin kuchli maxluq. Ammo u tugab yo'qolib ketadi deb qoldi hozir. Mushuk ojiz maxluq ashning inisi u. Mushukga naytijib u. Hozir o kitobda odamlar beqib biladi. Shuning uchun biz chuqur moslashishni o'rganishimiz kerak. Jamiyatni tushunishimiz kerak. Bu jamiyat qanday qo'yildi? Men oliy maktabni bitirgan vaqtimda Shuji Qodir degan nima, Chinji Qodir degan nima bilmayman-ku. Mening savodashlar mendan aqlli uni obdan bilisizlar. Ammo mening nurg'un ijtimoiy munosabatlarni tushunmaysizlar. Hozir emas, oliy maktabni bitirgandan keyin tushunmaslik mumkin. Sizlar emas, jamiyat xil yashagan odamlarni bir umr ufqamay o'tib ketgan odamlar bor. Shuning uchun biz har xil yo'llar orqali jamiyatning har xil, har yoqda o'ylanish qonuniyatlarini tushunishimiz kerak. Xo'shamat parvarish bu intayin o'salish. Ammo butkul jamiyat xo'shamatchilik, parishlik bilan o'ylansa, sizni o'rganishingiz kerak uning amali yo'q. Men doim bunday bir misolni keltiraman. Agar siz futbolga qarata fikringizni almashsangiz, futbol kichik bo'lib qolibdi, yo'g'oq yasgan bo'lsa bundan bo'ladi desangiz, hech kim anglamaydi. Olti uchun qanday qilish kerak? Olti uchun siz yoki futbol ko'rishingiz kerak, yoki trener bo'lishingiz kerak, yoki saytdan endi pushtakchalda qadam bo'lishingiz kerak. Hech bo'lmasa
mashhur futbol mastanisi bo'lishingiz kerak. Hammadan e'tirof qildigan. Shu vaqt o'ltirib ketib, "Og'illar, men futbolni azroq yo'g'onsa xomamda" desangiz, "Qani anglab boqadi gapingizni." Bunisiz kim anglaysiz sizning gapingizni? Rahmat. Siyosatchilar eng cho'ng ijtimoiyshunos. Shuning uchun ular jamiyatga islohot fikrlarini, hatto inqilob fikrlarini bera oladi. Bizning hammamizning siyosatni bo'lishimiz notayin. Ammo biz chuqum bir oddiy fuqaro, bir inson bo'lish sifatimiz bilan qanday qilsak yaxshi yashag'ili bo'lganligini o'rganishimiz kerak. Hayot xuddi cheki yo'q egiz toqqa yamashqanga o'xshaydi. Qancha egizga yamashsangiz, ko'radigan manziringiz, oladigan royitingiz shuncha obdan bo'ladi. Ammo masala shu ediki, yamashish jarayoni u bir jafoliq jarayon. Odamlar o'xshamagan yo'lni tanlaydi. Ba'zilar tog'ning qattiqligi kelib, balay ekan shu deb yig'nab uxlaydi, bir umr o'tib tugidi. Yana ba'zilar bir ikki yil ko'zni yumib yamish bilib, undan bir ikki yilda rahat bo'lib, yana ondan keyin mangda oldiq davomliq. Ba'zilar ko'zini yumiblam umrining oxirigacha yuqoriga yamish o'tib ketdi. Uning manzirini ko'mayla. Yana ba'zilar akchillik bilan bir tarafdan yamishib, bir tarafdan manzirni uzrog'ash dengib mangda. Shuning uchun siz qanday tanlashni o'rganishingiz kerak. Hozirdan boshlab. Hayot xuddi Hanzula o'ynaydigan qo'rshav shaxmatga o'xshaydi. Aramizda ba'zilar qo'rshav shaxmatni bilmasligimiz mumkin. Hali yo'g'on taxt narsaga bir qaror bilan bir oq uruqni tizib qo'yib o'ynaydigan narsa. Men bilmayman, ammo uning qonuniyatini ozroq bilaman. Uning qonuniyati nima ekan desa, kim jihiyani qo'rshib olsa, shu qabul ekan. Haq qo'rshivaganing ichiga urib qo'ysangiz bo'lmaydi. Qo'rshimaganing siz qo'rshib olishingiz kerak. Men bunda usta o'ynaganlarga qarab baqdim. Bu qo'rshav shaxmatni o'ynashning qiziqarli bir qonuniyati bor. U nima desa, siz chuqum o'zingizning amaliy kuchini to'g'ri mo'ljallashingiz kerak. Siz bak cho'llik qilib, qo'rshav shaxmatning hamma yerini qo'rshib oldim desangiz, kuchingiz yetmay qolib o'tirdi. Avvalida siz hech nimani qo'rshab olmaysiz, nol natijangiz. Siz bak qo'qonchaqlik qilib, azroq yana qo'rshab to'xtab qolsangiz, qolgan hamma haqni oldi. Siz o'zingizning kuchini to'liq ishlaolmaysiz degan gap. Shuning uchun hayot jarayoni yolg'iz jamiyatni tushunish emas, o'zimizni tushunish jarayoni. Meningdan qanchalik qobiliyatim bor? Men qaysini bilan qilaman? Agar aramizda ma'lum bir saboqdosh chiqib, "Mo'shu 4-o'ttirning darvozasiga qarash bilashga. Men mo'shu darvoza bilan bo'lsam bo'ladi" desa, mening jamoa ish emas bo'ldi. Ammo masala shu ediki, siz darvozadan bo'lgandan keyin darvozadan kirib chiqayotgan, o'zingizning o'z vaqtida saboqdosh bo'lgan, ammo bugungi kunda maktab mudiri bo'lgan, mashinalarga chiqib qo'sug'ini kirib mangan saboqdoshlaringizni ko'rgan vaqtda ichingiz etishmaydigan, ko'zingiz qizarmaydigan bo'lish kerak. Chunki bu yo'lni siz o'zingiz tanlagan. Bir darvoza bilan bir maktab mudirining o'ttirsida inson bo'lish bilan hech qanday farq yo'q. O'tni o'xshash. Har ikkisi bir taflag'may yeydi, bir karvat yeydi o'xshashligi. Lekin insonning o'zidan rozi bo'lish natijasi intayin muhim. Agar bu sho'jan apandim nimaga ma'rif idorasiga jujon olmoqchi bo'lib, bulanmasa bir umr azob ichida bu. Nima qilman jujon ololmayman adam. Darvoza bo'lganlikdan qo'shilib ketgan bo'lsa, bir umr baxtsiz o'tdi. Uning farqi yo'q hech qanday. Masala hayotni loyihalash jarayonida siz hayotni tushunishimiz, o'zingizni tushunishimiz, oqilona so'g'uqqan bir xulosa chiqarishingiz va shu xulosaga o'zingiz ega bo'lishingiz kerak. Biz hargizmi natijani boshqalardan ko'rmasligimiz kerak. Aramizda nurg'un savollar bor. Men matematika bak qiziqqandim, elqi ma'lum, ochiq yomon ma'lum kirib meni bir tillab, shundan keyin matematikani o'rganmadim. Hammani qilgan ashog'ri gunohkor mana. Siz maktabingizni bitirib chiqibsiz, ma'lumingiz jil-jilda ashta tillab qoldi, o'qitayverdi, ishlamaydi, uninglar hech qanday aloqasi yo'q. Shuning uchun odam har qanday qaranchi qilgan vaqtda oxirgi hisobda yuz chiqarishi va shu qarorga ega bo'lish kerak. Hayotni tushunish, o'zini tushunish, u undaq demak deb qo'ygandeklar oson ish emas. U murakkab bir jarayon. Shuning uchun biz ko'proq do'stlarning 20 yosh atrofidan boshlab hayotini loyilab,
30 yaş atrofida tugi tushishni umid qilamiz. Xanzularda sanshorlik degan gap bor. Biz Uyg'urlarda qiz bola 25 yoshda adam bo'ldi, o'g'il bola 30 yoshda adam bo'ldi deymiz. Uning davnisi bor. Siz 25-30 yoshga kirgan vaqtingizda o'z hayotingizning qanday o'tadiganligini taxminan bilishingiz kerak. Men mushu professor bo'lib o'tib ketgan bo'ldim-da bir umr. Men harukash bo'lib o'tib ketgan bo'ldim-da. Men bundoq deb o'zingizning bir umrni mo'ljarlab, shuni ranlanishingiz kerak. Bo'ldi, Xudoga shukr har holda. Odam o'zi erishmagan narsalarga davomli holda erishib, erishgan narsadan davomli holda faxrlanib o'tishni bilish kerak. Bir qilchaq ekan, to'xtamay yig'layotgan. Chunki uning paytiq yo'q ekan. Ammo bir kuni ikkinchi bir qilchaqni ko'rdida yig'lamaydigan bo'ldi, kulib yuradigan bo'ldi. Sabab u ko'rgan qizning ikki puti yo'q ekan. Shuning uchun hayot rahmat. Shuning uchun hayot o selishtirish jarayoni. Biz hozirdan boshlab hayotni tushunishimiz kerak. Amalda sharoitimiz yordamsa ko'proq chiqib ko'rib beqishimiz kerak. Biz aqlli qavm, qobiliyatli qavm, mehribon qavm, bilan qavm, madaniyatimiz bor qavm, birli cho'ng ojizligimiz bor qavm. Biz bekinmi qavm. Biz boshqa berishni xohlamaymiz. Xotinga berib, xotinliklar bilan shunda parallashsanlar, bular xotinni yer sharining markazi deb o'ylaydi. Men bu hozirgacha Kuchani 4-o'tirni yer shari madaniyatining markazi deb o'ylayman. Mustaqillik. Bizniki bu intayin cho'ng ojizlik. Biz so'g'uqqan holda dunyoni ko'rishimiz kerak. Men Amerikaga bordim, Singapurga bordim, maktablarni ko'rdim. Maktablar har yili bir necha qitim o'quvchi bolalarni yer sharining o'xshamagan yerlariga olib borib ekskursiya qildirdi ekan. O'qiyotgan bolalarni. Albatta bizning unda sharoitimiz yo'q. Pul ketadi unga. Ammo buningdan keyin jamiyatga chiqsanglar, sharoitingiz bo'lsa, oqsuq vaqtda chuqur berish kerak. Urumchiga vaqtda bo'lsa chuqur berish kerak. New York vaqtda bo'lsa albatta uni berish kerak. Ko'rganni qiladi, ko'rmagan nemisni qiladi deydi. Ko'p ko'rish kerak. O'rganish kerak. Butkul yer sharining umumiy jo'grafiyasi, siyosiy, iqtisodiy, madaniyat ahvolini tushungandan keyin o'zimizning shu shaxmatning nari turayotganligimizni bilishimiz kerak. Mana bu urush. Butkul hayot urush jarayonidan iborat. Urush tutgan general kim o? O'zini va dushmanni tushuna oladigan general. Agar men gigant odam bo'lib, odamlarning hammasi bunchalik odam bo'lib qolsa, mush maydonda urushib qotgan bo'lsa, men eng no'ch qo'mondan. Chunki men bunda qarab qolayman, kim nima turibdi, kimning yo'g'on quroli bor, kimning kichik quroli bor, kim qayerga ketish kerak. Barliq baxtsizlik, barliq mag'lubiyat bilmaslikdan keldi. Bugungi dunyo usul davri. Biz hayot yashash jarayonida eng zo'r darajada usul to'plab, foydali omillarni eng zo'r darajada joriy qildirib, foydasiz omillardan eng zo'r darajada o'zimizni tortishimiz kerak. Har bir odamning har bir odamning chuqur etish kerakki, boshqalar yetolmaydigan ortiqlik bo'ldi. Va uning boshqalarga yetolmaydigan nurg'un kamchilik bo'ldi. Masalan, men biroq urug'roq bokschi bo'lsam qamlashmaydi. O'qituvchi bo'lsam hali gapdan men bo'lib qoladi. Demak, odam o'zining ortiqchiligini joriy qiladigan tarafga qarab menish kerak. Kichik vaqtlarimizda hozir ham yo'q uqmayman. Bizningki yoqqa degan yerda kishilar tuxumchi kish o'ynashni yaxshi ko'rdigan. Tuxumchi kishning qiziqarli bir jarayonini ko'rsizlar. Birisi past tuxum tuttirdi, yana birisi urdi. Elaqi urdig'ini yo'g'oqda deydi. Tutsoqqani unimaydi, kichikmi adam. Nimishga? Maqsad urdig'ini o'zining eng kuchli yerini, qarshi tarafning eng ojiz yeri urmoqchi. Bu hayotdagi eng aqlli qonuniyat.
Shuning uchun biz har birimiz o'zimizning amalda ortiq yerini joriy qildirishimiz kerak. Bu yigitlar lanchronash kerak. Bu ipaqalar boshqa qilish kerak. Bu ipaqa adam lanchronayman kirib qamlashmaydi. Demak, yo'qim. Hayotni loyihalash jarayonida biz har birimiz to'xtovsiz holda o'zimizni kuzatishimiz, o'zimizni tadqiq qilishimiz, jamiyatni tadqiq qilishimiz, o'zimizning qanday yerning boshqalardan ortiq ekanligini o'qishimiz kerak. Biz musobaqaga tushmoqchi. Biz cho'qim pichqalta qadamdan deb yugurishimiz kerak. Uzun yana bir vaqt bo'lmaydi. Mening go'ndu qomra qilishimning sababi shu. Buyum igiz ko'rindi yag'atsam. Shuning uchun biz hammamiz butkul hayot raqobati jarayonida o'zimizning ortiq yerini tepishimiz, uni cheniqtirishimiz, joriy qildirishimiz, o'zimizning buyukligini o'ttirib chiqarishimiz kerak. Shuni bilishimiz kerakki, rahmat. Tarix barliq qavmlarga oxirgi bir qatimliq fursatni ta'minladi. Yana 30 yil o'tsa, mushu bir avlod yoki ikki avlod o'tsa, hech qanday qavmda o'zgarish bo'lmaydi. Bilib qolishinglar kerak. Hozir bizga intayin cho'ng fursatlar bor. Sizlarning oldinglarda ajoyib yaxshi fursatlar kutib ketibdi. Otqallistak oltini saqlayapti. Gap shuni topa olishinglarda. Men mundaq ikki kitobni o'qigan. Bak. Zirkib qolsanglar, qo'l yeb qo'ying to'xtab qolaman, Men mundaq ikki kitobni o'qigan. Birinchi ta'sir qilgan kitob nima desa, Xanzuchi desak, Ziyirchilu, ya'ni kesib tanlashning yo'li deydigan kitob. Bu kitobda deyilishicha kesib mundaq 4 turga bo'linadi ekan. Birinchisi bular qizil yo'l debdi, Xungda. Bu ma'lumki Xungsadagi ma'lum siyosiy qizillar munosabati yo'q, Xungda degani boshliq bo'lish. Yo'g'on boshliq bo'lish, Amerikaning zo'nto'mishimi Xungda o'xshash endi. Yo'g'on boshliq bo'lishning yo'li ma'muriyat yo'li. Bu birinchi yo'l ekan. Ikkinchisi bular debdikin Xongda. Xongda degani ma'muriy organlarda yoki idoralarning ichida uning asosiy mexanizm odam bo'lib yashash. Masalan, katib, odatlik odam, cho'ng boshliq bo'lishni o'ylamay, undaq odatlik odam bo'lib yashash. Uchinchi birisi nima desa, Luydor degan nima? Yeshil yo'l degan nima desa, texnik o'rganish. Ma'lum bir yo'lni egallab olib, mandeknoch odam yo'q deb yurish. Oshpazlik qilish, doktorlik qilish, o'xshash gapchiq farqi yo'q. Remontchilik qilish, yana bir nima qilish degandek yo'lni egallash. To'rtinchi bir yo'l nima desa, xidor degani ma'lumki nimadiki lukchaklardagi xidor emas, pul tepishning yo'lini xidor deydi ekanda. U lillo yo'l bilan, qonunli yo'l bilan pul tepishning yo'li. Mayli dehqon bo'ling, mayli siz divon bo'ling, yoki o'qituvchi bo'ling, yana birini bo'ling, hammasini mush 4 turga bo'lgida bo'ling. Odam sizlardek vaqtdan boshlab o'zining zoti qaysirini tanlashini o'ylash kerak qiladi. Men qizil yo'lni tanladim, men Abdumrayga reis bo'laman deydiganlar bo'lsa, tirishib chiqish kerak. Kim bilib bo'lib qolamsiz bilib. Yana bir o'lar bo'lsa, men seriq yo'lni tanlab, shunday bir normal yutib tashlab maylis, bo'ldi, yomon bo'lmaydi. Yana ba'zida yeshil yo'lni tanlab, men bir texnik hunar o'rgatdim desa, bo'ldim. Yana ba'zida men ajoyib chiqib topatdim desa, bo'ldim. Ammo masala shu ediki, 5 qo'lni biroq eg'izni tiqib olmaydi. Bir necha yil oldi. Mening saboqdishim albatta tibbiy mutaxassis. Mening bilan maslahatlashmoqchi bo'lib, mundaq bir fikrni o'tirib qo'ydi. Meni doktorxonaga yanjang qildigan doktordir. Shuning uchun sening munosabating jiq, men azroq bitta tegizga qilib qo'ysam, men bir yanjang bo'lib qolsam. Ammo men shuni o'ylayapman, yanjang bo'lsam, men kasbni orlib qolsam bo'lmaydi. Men kasbimni ichiga tursam bo'lmaydi. Andan keyin ancha-muncha bir pul topadigan yo'llar bo'lsa, menga bir ko'chib qo'ysa, men azroq pul topsam, yana nima? Men shundoq anglab baxsam, bu avliyoning qo'sig'ida nima bor desa, 4 rangning hammini tanlaydi ekanda bu. Ham amalchisi ekan bu. Ham texnikani egallaydi ekan, ham pul topadi ekan, ham xizmat qiladi, hammani qiladi ekan bu. O'tirib olib tasdirlardan tavoqdishim bo'lgan ekan bir oqshom. Xudoyim sog'liqni olsamda hammasi boshqa odam yo'qmi? Shuning uchun men dedim, sen birini tanla.
Sen yöncam olursa teknikini taşlaysa. Pulunu oynamaysa, bu xiyonatçı qolib turib ketsan. Ha, aş bilen o da yöncam olsan pul musicaldo, texniki musicaldo, yeni bir narsa music, hammasi musicaldo. Ya sen ondan texnik olursa, başlıqni mi qo'y, qo'shamatni mi qo'y? Ha, aş kesellerine Makarvatda çoğun başlık atkan bolsa, Makarvatda dihay atkan bolsa, bir başlık koy, karım olmuşsun onun ona. En noç doktorlu oldu. Ya sen pul tapmada o gapni qil. Ama onun yolunu götürüp koyayım. Şunun için adam hayatida hammaning narsaga erisha olish mumkin emas. Hayotga eng cho'ng mag'lubiyat nima deyildi? Eng cho'ng mag'lubiyat ahmoq ovchiga o'xshash matoshqanni qo'g'lab adirib qo'yib, yana bir toshqanni qo'g'lash deyildi. Shuning uchun biz o'zimiz nishon qilgan toshqanni ondan ko'rib olib, to'xtamay toshqanni qo'llashimiz kerak. Shuni tutishimiz kerak. Shunga rozi bo'lishimiz kerak. Bir umr bu ancha uzun narsa emas. Men mushu maktabdan diplomimni ko'tarib chiqayotgan vaqt hayotim dedim uzun yil o'tib ketdi. Yana bir o'ylasam tunugun kishtaklab bo'lindi. Men bu mishada o'tirib diplomat ketgan. Shu vaqtim zal yo'q deb talada qilatdim. Hozir zal yo'q ekan. Yaxshi kitob o'qishlam. Ha? Rahmat. Mening bir amrim bor. Men bilan birga bog' doktorxonada ishlayapti. Burun yikodash o'tavasidagi bir doktorxonada muhim doktor edi. Bir sorunda o'tirib, bu og'inam menga bo'lgan bir mamnuniyatni bildirdi. Meni madilab ketdi bu. Sen nayt cho'ng ish qilding. Men deydi, mushu o'z sohayim bo'yicha not professor bo'lib, pensiyaga chiqqan vaqtda sening ishlaringga eng yaqindan qarshi birman. Xotirjam bo'l. Deb aroqni ichib etdi, bu qattiq maytsi ko'rdi. Shuning bilan meningdan toza 2 soat tilishdi bu. Mening ochig'im yomonroq, ba'zi tillab qo'ymoqni. Men dedim, "Hey ahmoq, birinchidan sen Xinjiang bo'yicha emas, Urumchi bo'yicha bir cho'ng mutaxassis bo'lamaysan sen. Ha, Xanzuchini menda so'zlaymaysan. Sen tilda men nimda qidiraman emasda bu. Ikkinchidan, men hozir odamga muhtoj. U vaqtda odamga muhtoj emas. Sen fikrimni desam yordamingni olmayman u chaqda. Üçüncüden sen qiyirib, moqchib ketgan vaqtda uyingga borib uxlash qilaman deb o'ylama. Bizning nurg'un odamlarimiz bor. 40 yosh, 50 yosh, 60 yoshga qolganda bu. Bunun nurg'un g'oyalari bor bu. Yana uni qilmoqchi, buni qilmoqchi. Men bor, pensiyaga chiqqandan keyin zot anda qilib, bunda qilib deb bekor gap bu. Odam umrida bir ishni obdan qilish kerak. Bir ishni. Nima ishni qilishingizni o'zingiz o'ylashingiz kerak. Men xeyli uzoq yillar bo'ldi. O'zimning salohiyatim haqida o'ylangaly. Men shu vaqtlardan tatib o'ylangan. Masalan, mening salohiyatim tuluqsiz avval shoirdaman. Tuluq o'tirdim, matematik olimiman. Araliqda biroz egizpas bo'lgan bilan uning keyindan men avlagasan mutaxassis. Keyingi vaqtlarda bog'duqning qurilishiga agishib, men bag'anchi o'zimni bir korxonchi bo'lsam deb umid qilyapman. Bo'ldim hozircha bilmadim. Mushu salohiyatga foydali ishning hammasini qilaman. Faydasız iş olsa bir nima qilmaydi. Chunki kul hayotning jarayoni tanlash jarayonidan iborat. Biz korxonchilik haqida so'zlaganda mundaq bir formulani o'tirib qo'yamiz. Korxonada strategiya degan bir gap bor. Strategiya degan nima desa, 3 chambar. Birinchi chambar mening nimani qilg'im bor. Ikkinchi chambar men nimani qila olayman. Uchinchi chambar meni nimani qilishga yo'l qo'ydim. Sharoit, obyektiv sharoit nimaga yo'l qo'ydi? 3 chambarda bu. 3 chambarning kesishga yeri. 1 chambar, 2 chambar, 3 chambarni siz sanlar, uchinchisining bir kesishga yeri strategiya degan shu. Qilg'ingiz bor ishning hammani qila olishingizni atayin. Qila olgan ishning hammasini qilishga yo'l qo'yishni atayin. Ha, mening ma bankka kirib pul chiqqan bor, yo'q bilan bu chiqib olmaydi uni. Futbolni soqchi berib. Ha. Hayotning shunga o'xshaydi. Hayotingizda bu sizning nimani qilganingiz bor. Nimani qila olasiz? Nimani qilishga yo'l qo'ydi? Buni siz tadqiq qilishingiz kerak. O'rganishingiz kerak. Tanlashingiz kerak. Siz bugun mishada Erkin doktorning leksiyasini anglayotgan bo'lsangiz, sinfda o'rganish qiladigan imkoniyatingiz bo'lmaydi. Akşamlık şokarak balıp diskoynak sütüp kalsanla ögünüş kıldıran fırsat olmaydı. Manıqsınız, anıqlamayısınız, manıqlamayısınız. Birlikte uçunuz gerek. Ben bir vakit hemen ıkılım etsiniz olmaydı. Bir gün, bir saat, bir minut
Ana shundaq. İnsanning bir butun hayoti shundaq. Men hammani uni qilsam, buni qilsam mumkin emas. Siz bir ishni yaxshi qilishingiz kerak. Shu ishni utuq qazishingiz kerak. Sizlar mushashqa vaqtda hech qachon bir-birini manda qurmaydi. Manda qurdi. Nimaga? Kuchli bir nuqta urish kerak. Agar haromroq odamlar bo'lib qolsa, qulning uchug'ida tumuydan bir narsani qilib, kuchini ushluqroq qilib ursa, texnik yaxshi bo'ladi. Bu nima degan gap? Bu ma yuzni kichiklatdik degan gap. Kuchni bir yerga intiqib yig'dik degan gap. Shuning uchun o'z energiyasini qancha kichik nuqtaga fokus nuqtasiga yig'algan odam utuq qozonadi. Hammadan utuq qozonishni umid bor. Hammadan. Rahmat. Bu birinchi kitob haqidagi gap. İkinci kitap. Menimki alimiz shu Changjiang Shuyan'da o'qigan vaqtdagi praktik so'rovning yozgan bir kitobi. Bu kitob biroz murakkabroq. Agar aramizda Hanzu Shuyan'ga o'qiydiganlar bo'lsa, men o'qish qilishimni umid qilaman. Bu kitobning ismi Lü Shengyi Chou. Lü Shengyi Chou degan gap biroz ustush degan gap. Chiqtamman azroq qutung degan gap. Bu kitobni o'qigandan keyin nurg'un odamlarning kallasi eliq aeroplandan tushganda quloq tang dechilganda chiqqi dechildi. Nimishga? Bu yerdagi intayin muhim bir masala. Biz islohot etib etishdan keyingi turmush realligini o'ltagan yoshlar emas, cho'nglarmi atrofliq tushunamidi. Bu kitobda vaziyatni bunday tushuntiribdi. Jumbuning bozorlashish jarayoni hozirgacha iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanuvchilarga nisbatan aytgan vaqtda bunda 3 bosqichga bo'lindi ekan. Uning birinchi bosqichi fursatlarga liq to'lgan davr. Masalan 70-yillarning oxiri 80-yillarning beshida mayli gazir sotgan bo'lsin, qassoblik qilgan bo'lsin, nima qilgan, ish qilib ovqat qilganning hammasi pul topdi. Shuning uchun u mayli qo'sig'ida o'lim bo'lsin, bilim bo'lsin, qobiliyati bo'lsin, bo'lmasin, bular noit kat yashab ketdi. Buningdan kishilar bilim asqatmaydi ekan degan bir nazariyaga o'tirib qo'ydi. Ammo 90-yillarning kirishiga agishib, siyosatning mukammallashishiga agishib, qanday odamlar pul topdi desa, boshliqlar og'aynalar pul topdi. Ya'ni siyosiy yo'nalish yaxshi odamlar pul topdi. Davlat korxonalarini sotdi, o'ldi, bu o'ldi, nurg'un fursatlar keldi. Ya'ni siyosiy yo'nalish yaxshi bo'lgan odamlar pul topdi. Endi 2000-yilning oxirida ketyapmiz. Asta nega bor ekanmiz deganda, asta haqiqiy bozorlashish davriga boramiz. Haqiqiy bozorlashish davrida burunqiga o'xshamaydi. Hozir AQSh qilganlarni pora yeganning hamini tutyapti-da hukumat. Tutib yo'qotsa, hech kim pora bermaydigan, pora olmaydigan bo'lsa, u vaqtda haqiqiy kuchimizga tayinib iliqlab qilgan bo'lsangiz, elishadigan bo'lsangiz. Bir parcha go'sht 10 buyur tayyorda, burunqida 10 parcha go'sht bir buyur emas. Uxlab yetib, o'g'linizdan tilingizni yevasingiz bo'lgan. Unda ish yo'q endi. Men gondun qo'ydim. 20 yoshlik 30 yoshlik bolalar shunchalik qobiliyatli, shunchalik hisobotki bor, shunchalik noki. Siz gondun atrofida bir savotsiz tijoratchini ko'rmaysiz. Hammasi yuqori savodli. Hozir nurg'un korxonchilar, nurg'un tijoratchilar 400 ming qo'y, 500 ming qo'y, 1 million degan pulni qashlab o'qiyapti. Men Shimoliy Shinjongda bir viloyatda intayin bak pul topgan bir boyvachcha akamiznikida mehmon bo'ldim. Mo'l dasqonchilik mehmon qildi. Bu mushu parang chiqqandan keyin bu odam to'lib mansibmigan bir qiyofatda ashunchalar pul qashlab tijoratni o'rganguncha meni yana pul kelsin ashlar malla o'tib qo'yay. Bunda aka sizni o'rganimiz deb. Demak, shu akashlarning qalbisidami tijorat degan nima o'rgandigan narsa bor degan xiyol bor. O'rgandigan narsa. Hammani o'rganish kerak. Raqobat ojiz vaqtda siz qanday qilib baqib ketasiz? Ammo raqobat kuchlangan vaqtda siz noyat nurg'un tayyorlik qilmay turib qolishingiz mumkin emas. Shuning uchun savoldoshlar hargizmi bizning atrofimizdagi bundaqroq ko'rinsimi, tuzuk qobiliyati bo'lmasimi, obda yashayotgan
mayli iqtisod sohasi bo'lsin, siyosiy sohada bo'lsin, ma'mur sahiya sohada bo'lsin, mana biroq bo'lsin bir amal qilib, jambaq qilayotganlar qarab, shunda qilib jambaqsaq bo'ldigan o'xshaydi deb o'ylamanglar. Sizlarning davringlarga kelgan vaqtda haqiqiy sahnaga chiqib kelishadigan davr keldi. Kimning biligi to'mpay o'tib o'tdi? Biligi ojizlarga amal yo'q, sip kirib uxlab qolish to'g'ri keldi. Shuning uchun hammamiz biligimizni yo'qotishimiz kerak. Hozirdan boshlab agar o'qish qiziqsanglar, men yana ikki kitobni tavsiya qilaman. Bu yerdan bir kitobni dedim, Le Sheng Yi Chou. Yozib oldigan bo'lsa, yozib olsangiz hanzu juganga baland bo'ldi. Ikkinchi bir kitob Lang Hai Zhan De. Uchinchi bir kitob Ying degan hanzucha ustush degan gap. Bu qolgan ikki kitob to'g'risida tafsili demay, vaqt kunma o'tirib ketadi. Ikkinchi men to'rtinchi o'tirib tafsir qilmaydigan bo'lib qolmasa yana, pushaymon qilib. Oxirida savodashlarga yana bir qatim ta'kidlaydiganim, har biringlar ixtisosigisi, har biringlar qudratning manbasi, har biringlarda boshqalar tengkilanmaydigan bir ortiqchilik bor. Shu ortiqchiliklarni tepishinglar kerak, shuni yengishinglar kerak. Savodashlardan o'tindiganim, o'rinliq, qo'qonchoqlik, dang'ashlik, parvosizlik hamma odamda bor. Men savodashlarning bunda nachar holatlarni, ruhiy kayfiyatni yengishini, qiyinchilik oldida bosh egmasligini umid qilaman. Jafo tatmay halolat yo'q. Men machechimni bayatın tushda 2 soat jafo tatib bo'yab keldim. Savodashlar qiyir ko'rinib qolmaydi. Oqirib ketdimiz. Madamcha oqamas mening savodashim ma'o. Odam shunday qarasa, beshida nur chaqnayotgandek navoiyda baxtli ko'rindi. Ammo uning besib o'tgan yo'lini o'ylagan vaqtinglarda uning qanchalik jafolarga bardoshtlik berganligini ondan bilaysizlar. Eng oxirida demoqchi bo'lganim, hayotning yo'li boshlanish nuqtasi nada desa, har birimizning topinimizning ostida. Biz o'rnimizni midirmay turib mangu misha to'xtaymiz. Faqat bir amal qilib, bir qadamdan oldimizga mangid ekanmiz. Her birimiz özümüzün yo'q istiqbolini, baxtli kunlarini, umid qilgan nishonlarimizni topalaymiz. Ko'pchilik rahmat. Bizninki o'ylab yaqishimizga arziydigan eng muhim tema. Bugun Erkin dog'imiz bizga noit qimmatli va dono bo'lgan fikrlarni bayon berdi. Biz bundan keyin mush dog'imizning so'zlarini esimizda cho'ng tutib, texmo yaxshi o'rganib, tirishchiligimizga tirishchilik qo'shaylik. Rahmat sizlarga bundan keyin turmushida o'tib tilaymiz. Bugün Erkin doktor bizga o'g'inish va istiqbol to'g'risida intayin muhim leksiya berdi. O'qigan o'quvchilarga va o'quvchi savodoshlariga o'g'inishning nimaligini, nima uchun o'g'inishning lozimligi, qanday o'g'inish kerakligini va qanday yashash lozimligini, kelgusi istiqbolimizning hammamizning qo'lida ekanligini yana bir qatam ro'shan tonatdi. Men barliq savodoshlар vakalatan, maktabimizga o'qituvchilar vakalatan yana bir qatam cho'nqur rahmat aytaman. Erkin doktor rahmat. Ayşem xonim maktabimizning peshqadam o'qituvchisi. Memo o'rtib so'zlay. Chunki Erkinjonga dars o'tgan, maktabimizning mushu to'liqsiz yilliklarda o'qiyotgan, to'liq yilliklarda o'qiyotgan mush mezgillardami, biz mushundaq ta'lim tarbiyani mush usulda bergan. Yana bu yoq qutlug' qadami shuncha uzun yildan buyon ora yetibdi bu joyga. Bizning mushu ajr mehnatimizni qayta aslab, bundan keyin pat-pat keltirgan bo'lib qolsa ajab emas. Shuni sizga yana o'rtib so'zlab berishni loyiq ko'rdim. Yo'q
tanılgan yoki mush tibbiy ilm sohasida zo'r utuqlarga erishib, shon sharaf chiqqan, ya'ni Erkin Hoshim bilan tafsili tanishdik. Necha vaqtdan beri sizlar televizorlarda ko'rgan, nomini nurg'un qatim anglagan. Lekin yuzaki munda qilib 100 tirani ko'rishga nisb bo'lmagan. Ammo bugun qandaqlan bo'lmasin, mushu xosiyatli minutlarda Erkin Hoshim bilan 100 tirani ko'rishib, uning kishi qalbini larziga soldigan ajoyib nutqlarni anglash fursatiga erishdinglar. Shaxsan men o'z nomimdan shunday aytmanki, men nihoyat zo'r ta'sirlandim. Zo'r ta'sirlandim. Gerçi nurg'ulg'an mushundaq sabiy qalblarga bilim urg'ini chechib, mana mushu zamonda yoki mushu 4-o'rta maktabda 29 yil ishlagan bo'lsam-mo, o'qitgan o'quvchilarimizning bugünkidek mushundaq zo'r shuhratga erishib, yana ona maktabini aslab, yana o'zi o'qigan maktabda keyingi avlodlarga o'zining qalbini izhor qilib, o'zining bilim urug'ini chechishini mening tunji ko'rishim. Erkinjon kelgan kechikib keldi bu maktabga. Men yana burun ustozi bo'lish sifatim bilan bu jihatda ozroq tanqidlab qo'ygan bor. Siz to'limi kechikib keldingiz. Ammo qandaqlan bo'lsin keldingiz bu joyga. Keldingiz. Kelganingiz yaxshi bo'ldi. Men sizning bolalig'ingizni ozroq asl tutayay. Biz sizga dars bergan aşı vaqtlarda, to'liqsiz o'qi aşı vaqtlarda Erkin Hoshim dadisi mushu maktabni qurg'uvchilarning biri. Ya'ni bizning ayni vaqtdagi maktab mudirimiz, 4-o'rta tunji maktab mudirimiz. Apsi Transa xonimni o'xshasa mushu maktabning siyosat o'qituvchisi edi. Shaxsan men aşı yillardan boshlab, men mushu vaqtning o'zida Erkinjon dars bergan aşı vaqtlarda bir sabiy bola muallim edim. Endi yıllar ötüp, 20 yıllar ötüptü. Erkinjonmo yetilgan bir muallim bo'ldi. Bizlar yana mush joylarda dastlab yuribamiz. Yana nima o'qituvchi. Gerçi shundoq bo'lsa-mu, mush yillarda, aşı yillarni aslasam, Erkinjon to'limi qobiliyatli, to'limi aqlli, to'limi hushyor bir o'quvchi edi. Nurg'un qatim shaxsan men o'z dars saytimda Erkinjonning mening oldimda qizilib toptirib bir qatim qovulishini yoki dashnam yomon gap anglashini ba'zi umid qilib qolardim. Chunki dars vaqti bu hamon kallasi nurg'un xiyollar bordek, nurg'un ushaq harakatlar bilan shug'ullanib o'tirardi. Lekin deganimdan yomon ta'sir qilib qolsam bo'lmaydi. Mitildab tursak bek o'qiydi ekanmiz deb o'ylab qolmanlar. Bir qatim bir dars saytida hozirgidek ismda oxiratning oldida o'tiribdi, yem savodisi Qodirjon bilan birga o'tiribdi bu. Hozir Qodirjon o'shadimiz kuchar bilmaydi. İkisi bir telefonning o'zi yasagan, shuni sinab qo'ygan telefoni ekan bularning. Ayadim mayaga bir qizil simni tortib toza so'zlashga turganning ustida tas qolgan men qutulishni tudim chiqdi. Shu chaqda menmo aşağıda biladigan, çünkü muallim bo'lganning tunji vaqtlari bo'lgan ekan, shu chaq topgan gapim bilan obdan tillab qo'ygan. Ammo nimadan bo'lmasin, kallas shu darajada o'tkirdi-ki, ma'lum bir tadqiqot bilan shug'ullanayotgan shu vaqtning o'zida. Bir tadqiqot bilan shug'ullanayotgan yoki izlanayotgan bir yosh bu. Izlanayotgan bir yosh. Shu vaqtlarning o'zida izchil to'liq o'tirib bitakisini pastga o'qidi. Undan keyin hozirdak esimda uchoq viloyat bo'yicha 3 yaxshi degan nomga erishib qaltisi sotiladi. Menimcha Erkinning esida bor. Tunji qatim rasmini bizdan gelizib, tam gelizib chaplabmish maktabda. Xuddi hozir doshega chaplab qo'yganga o'xshash. Yo'g'on sirtni chaplab qo'yib bizning maktabimizning o'rganish ulgisi edi bu ya. Bu aşı derecede okuyan. Bularda müşxatadaki okuyan yaşlardan, okutuşlardan bizden mektepte mi bir türkümler var. Ular mı beni, oy Ayşe malımda şunca kadirleydi, ben şunca fakirlime. Bugün yeni bir katın fakirini vardı be. Yeni şununla birlikte bugünkü muşu sorunga. Okşumahan sahalarda Erkinjonning yuqorqida xislati, ruhiga varis qilib, ilgili işleyen, yeni bir okuvchi mi geldi mesela, Eli moralim. Bu mu kuchani tavratgidek, cho'ng ishlarni qildi. Masalan, kuchadagi mushu cho'ng, mushu savdo bozorining ilgisi u yoq.
egisi nurg'un odamlarni ish o'rlashtirdi, ularga muayyan yashash muhit yaratdi, muayyan iqtisodiy unum va ijtimoiy unumga erishdi. Yana bugun Ahmad Kibir efendim keldi bu yerga. Ahmad Kibir efendim keldi bu yerga. Nahilik tashviqot bo'limining muavin boshlig'i ham yiziq-siziq sohasidimi kuchani xili joylarga tunutib, o'ziga xos bo'lgan o'zining inovat obrazini tikladi. Mana shunga o'xshaydigan bu yerda bugun yana tarafdan ketdi. Masalan, bularning qonunga xilof tijorat jarayonida qonunga xilof ish harakatlari chiqib qolsa, tomonidan tortilgan sotchimi bor ekanimizda. Demak, mana bu shunday bu yerda bunga qo'shilib ma'rif sohasida jon fidoliklar ishlayotgan bir qator yanisini orqanglarda tizilib turibdi. O'qituvchilar qo'shini bor. Demak, bu yerga nurg'ulg'an iqtisod egalari bugun jam bo'libdi. Endiki umid Chimtiringlar, endiki umid sizlarda. Yandiki narsaning qadri yo'q albatta. Necha vaqtdan beri atrofimda parvondek aylanib, shuncha vaqtdan buyon sizlar uchun jon ko'ydirib yursak, qirg'ida ishlab olmay qilib, shunday so'zlaydigan o'xshaydi deb o'ylab qolgan bo'lishingiz mumkin. Lekin meningcha, ideya jihatdan sizlar yana bugun bir qatim yangi bir dars oldinglar. Biz kitobda o'qitgan nazariy bilimni yana bir qatim amaliyotdan o'tkazinglar. Chunki Erkinjondek mushunda qutuq qozongan korxona egalari, ya'ni iqtisod egalari o'zining amaliyot orqali ilm ma'rifatga berilishning, tirishib o'rganishning, o'zi ustida, o'zining istiqboli ustida o'ylanishning naqadar muhimligini jonli amaliy misol orqali so'zlab berdi. Buningdan cho'qim sizlar alayda ta'sirlanishingiz kerak. Masalan, mendek bir muallim ta'sirlangan yerda sizlar nima deb ta'sirlanmaysizlar? Çünkü nurg'ulg'an tog'i davollar sizlarning oldinglarda. Parlaq istiqbolimiz sizlarning oldinglarda. Agar uni topolmasanglar, tunimasanglar, mushi qizinglarda yoki mush kuchada, yoki asfaltqa ko'chalarda, yoki on ta'sir yo'llarda mengu shunday turib qolasizlar. Demak, har kim o'z baxtining qurg'uvchisi faqat o'zi. Har qanday bir odamni o'zini qutqiza olmaydi. Biz faqat sizlar uchun bir tashqi sabab. Bugun Erkinjon so'zlagan mushu nutuq sizlar uchun bir qatimliq harakatlantirgich kuch bo'lish kerak. Odam deganning yuragi qon bilan go'shtdan yaralgan. Albatta bu yurakni ta'sirlandi yoki ta'sirlanish kerak. Shunga sizlarga talay qatim tarbiyalarni biz ishimizga emas ishlaymiz. Sinf mudirlaringlarning beshi, bo'lib o'qituvchilarning beshi Erkinjonning beshi maqat dedi. Shuning o'xshash eng buri oqirdika. Bizmi bo'yib oldik. Bo'lma sinf kelsa kimning opsida avo, kimning cho'qisida deb qamısında bizim bo'yib oldik ras. İşimizni tuzattirmiz sinfqa. Bo'lmasa sizlar ancha ko'zgil ketmaysizlar, poshlab ketmaysizlar. Lekin baribir biz sizlarning ustozinglar. Masalan, Erkinjondek yuqorida musha kelgan mehmonlardek, mushunda katta odamlarning biz ustozi bo'lgan yerda albatta sizlarni e'tirof qilinglar, biz sizlarning navbatdagi ko'z oldinglardagi ustozinglar. Sizlarni jonliq bilganlar. Shunga o'rganish u mangulik tema. Toki oxirgi nafsimizgacha o'rganish to'g'ri keldi. Her bir adam bir ayrım dünya. Onun vücudunda yeni bir eylenge okşamaydıgan acayip özgü sırlar yüşürüngan. Şuna hemmeyle tırşaylı. Erkinjon kuchadi iyilik tishlabdi. Mushu munosabatda tishlagan iyilik uchun noyta zo'r qutuq muvaffaqiyat tilayman. Garchi biz doktor emas. Bu sohada bizning yordamimiz tegmaydi. Yoki yordam qilaylik deb zo'rimizni og'irlag'im bo'lmaydi. Chunki Erkinjon bizning salomat bo'lishimizni tilaydi. Emma eğer növbet kelgan chaqda mushundaq suhbat so'rovlarini yaratib berib va yoki yana hojat chiqsa ham suhbat bo'lib degandek o'xshagan sohalardan biz cho'qim Erkinjonni qo'llaymiz, faxrlanamiz. Yana mushu munosabatda Erkinjonga nisbatan kasbiy jihatdan yana zo'r ilgirlab, zo'r qutuq qozonishni tilash bilan birga maktabimizning tunji qurg'uvchisi Hoshim Qosim Shojonga, Transa xonimga, mushu maktabda ishlayotgan barliq o'qituvchi, ish xizmatchilar nomidan nihoyat chuqur salom aytaman. Salomlar joyida chelindi Endi kuchog'i kapsiz
iyileştiriliş jarayoni davomli müşahid bo'lib tursiz. Fursat bo'lsa bu tunji qatimqisi va bir boshlanish nuqtasi bo'lib qolsin. Davomli so'zlab bering. Rahmat sizga. Ma'qul. Bugungi liseya faoliyatimiz nihoyat yaxshi davomlashdi. O'ltirgan barliq saboqdoshlar bugun nihoyat yaxshi anglab berdinglar. Biz sig'atsak bunda o'ltirmaydilar va qo'shib qoldim. Bundagi yig'inni mustaq etishni tavsiya qilaman, narsani ochaman. Barliq saboqdoshlarga rahmat. Erkinjonga rahmat. Bugungi liseya faoliyatimiz yerda oxirlashdi. Saboqdoshlar sinib qaytib, sinf mudirning o'rnlashtirishi bo'yicha ishga pasak bo'ladi.